Ustoz, bugun hammamizning bu yerga yig'ilishining sababi nimadir? Mush haqida ozroq tushunch bersangiz bo'pti ekan. Endi har qanday bir odam yashab ma'lum yoshga kelganda hamon o'zining faqat shu yashab o'tgan yillarga emas, yillarda besib o'tgan har bir qadamlardan ma'lum bir javobni izlab qoladi ekan. Menmo mana bu yil 50 dan oshdim. Şuna men o'zimning besib o'tgan yo'llarimga manda qarab har bir izlarimdan o'zim rozi bo'lgandek bir javobni izlab qoldim. Şuna oldi bilan o'zimning o'sha kasbiy hayotimda besib o'tgan yo'llarimda men aytgan, men yaxshi ko'rgan va tomoshabinlarimiz suyib anglagan naqshlarimning bir qismini tanlab o'sha ko'pchilikka har biringlarga qaytadan bir sunishni to'g'ri deb qoldim. Men shu orqali kasbiy hayotimga bir o'zim rozi bo'lgandek bir javobni izlab qoldim. Maqsadim nima desa, shu orqali ozgina bir ajr mehnatlarimiz bilan xuddi ko'pchilikning roziligini izlab xizmat qilib kelayotgan nurg'un san'atchilarimizga o'xshashlar, yana davomli xalqimiz uchun xizmat qilish istagidir. Shunga Yusufjon, biz bugun bu sahnaga hozir bo'lib turyapmiz. Rahmat, ustoz, rahmat. Shunday sharaf his qilib turyapmiz. Rahmat. Dada, siz aytganmish go'zal naqshalarning eng go'zal melodiyalarini parchalab tarqatishning qanday ahamiyati bordi? Bu savolmi yaxshi so'raldi. Birinchidan, buning shu yaxshi asarlarning, jumladan yaxshi naqsh muzikalarning keyingilarga qoldirilish uchun, keyingilarni tushunish uchun, bunday aytganda, atalar bular anglagan kuylarning, biz anglagan kuylarning bizdan keyingilarga qilish uchun, avloddan avlodga yetkazilish uchun muhim bir xizmat deb o'ylayman. Ikkinchidan, yaqindan beri shu bizning naqshlarimizni suyib anglaydigan anglovchilar, jumladan o'quvchilarimiz, o'rganguvchilarimiz, shogirdlarimiz ichida bizdan shu naqsha aytish texnikasi to'g'risida so'raydigan savollar biroz ko'paydi. Bu shu puroq, nafas, ovozning berilishi, kuchlik ojizligi, tekstlarga berilgan hissiyot, shu masalalar. Hozirgi zamon naqshlarini aytishni yana bir xil ayrim bir texnikalik masala. Milliy uslubdagi naqshlar yoki g'arbcha naqsh aytish uslubi degandek muqim bir sistemlashib ketgan, muqim bir kategoriyaga kirib ketgan, nazariyaviylashib ketgan texnika emas. Ommabop naqshchilikda hissiyotni chiqish qilib, tekstning mazmunini yetkazmoqchi bo'lgan maqsad muddani qanday qilganda eng chiroyli xalqning qalbiga singdira olamiz, yetkaza olamiz. Eng tushunishli va eng go'zal holatda, ta'sirli holatda yetkaza olamiz degan narsa eng asos. Uningda cho'qim milliy naqsh aytish uslubi va g'arbcha naqsh aytish uslubiga o'xshash mundaq aytmasang bo'lmaydi, ovozing mundaq cho'qim mundaq chiqish kerak degan talab yo'q. Shuni aytimiz, hissiyot masalasi birinchi o'rinda turadi. Shu bizning o'quvchilarimiz davomli hissiyot masalasini so'raydi. Har bir tekstga qanday kirish, hissiyotini qanday berish, ovozni qanday kontrol qilish, kuchlik ojizligini. Undan boshqa puroq agitmalar to'g'risida. Puroq agitma degan narsa nihoyatda muhim, har bir naqshning go'zal bo'lishi uchun kichik halqalar yig'ilib bir go'zallik hosil qiladi. Lekin uning ma'lum doirada cheki bor. Ba'zi o'quvchilarimiz tushunmay, jilonga put sizib qo'ygandek bir tuyg'u berib qo'ydi-ku naqshlarni aytgan vaqtida. Mush masalalarda nihoyat nurg'un talash tortish bor, savollar bor. Shunga maqatim men shu naqshlarning ichidagi o'quvchilarimizdan ko'proq kelgan savollardan, naqshlardan tanlab faqat pianinoning tankashligida tankashni ko'p g'o'l qilib o'tmay, faqat pianinoning tankishi bilan o'rlab qayta sunmoqchi bo'ldim. Bunda maqsad nima desa, shu o'quvchilarimizga, shu o'rganguvchilarga, bu ma'lumotlarga taxmin aniq chin tuyg'u ato qilish uchun. Bo'pmi o'rganguvchilar ma'noda shu nafaslarning berilishi, puroqlarning qaysi darajada bo'lishi, tekstlarga hissiyotning qanday kirishi
Muşu meselelerdə texim eniqlik asıl qılalaydı deb o'ylayman. Bu ham Mikrostar bizden bir kütken xizmetdi. Şoň öz növbetide Mikrostarning bizning şu xizmetlerimizni qo'llaganligiga alayda rahmat aytish bilan ularning ishlariga utuq tilaymiz. Bu qatimgi xizmetimiz orqali tomoshabinlarimizga bir texmi güzel bir estetik zoq ata qila olsak, jumladan bizning o'rganguvchilarimiz bizning xizmatlarimizdan foydalanib ma'lum bir unumlarni hosil qilib qolsa ajab emas degan umidda biz. Rahmat. Barar cahim qayyandur, ayağımda uzak yol. Barar cahim qayyandur, ayağımda uzak yol. Ayağımda uzak yol. Yeter çağım kaçandur, ayağımda uzak yol. Ayağımda uzak yol. Uzak, uzak, uzak